Aoteru, jasoratli bo'lish aslida seni o'rganishing kerak. Ular nima qilishyapti? Keyingisi qani? Soliqlar kishi boshiga 10 yendan. Agar pulingiz yetmasa, foizga pul beruvchilardan qarz olinglar, bo'lmasam 20 darra urilasizlar. Janob doira soliq yig'uvchisi, bu yerda jami 10 yen. Iltimos qabul qiling. Nimanidir unutmadingmi? Xizmat haqi 2 yen. Shundoq ekan, menga bundan yana 2 ta kerak. Haqiqiy iflos. To'xta, Saki. Ertaga ular bu shaharni tark etishadi. 1, 2, 3. O'zingni bosishing kerak. Yo'q, bunaqa qila olmayman. 11, 12, 13. Nima? Sen kimsan, qizaloq? Higashimachiman, shu shahardanman. Unda navbatda tur, tushundingmi? Yoki bu oila belgisini ko'rmayapsanmi? Kechirasiz-u, lekin soliqlar har bir tuman tomonidan alohida boshqarilib, har oyi oxirida belgilangan miqdorda yig'ib olinishi haqidagi qonun kuchda emasmi? Nima demoqchisan? Agar yo'limga to'g'anoq bo'lsang, Biroq qiziq jihati shundaki, hali oyi o'rtasidamiz. Bu oldindan to'lov hisobiga o'tadi. Shunaqami, janob? qiz ekansan-ku, a? Hazillashayotganim yo'q, savolimga javob bering. Oilangni nomi va belgisiz hech kimga kerak emas bir iflossan. Iflos! Men tayyor urug'idaman. Nima? Bu soliqlarni o'z boshimchalik bilan yig'yapsizlarmi yoki anonsiyamizning buyrug'imi? Semiz, ichki ishlar vazirini aytyapsanmi? Gapirdivaman senga. Yo'q, o'zim qildim buni. Shunaqami? Kelib chiqishi, jinsi, tug'ilgan joyi, tana rangi, tashqi ko'rinishi, o'zini shunaqa yuzaki narsalar bilan boshqalardan ustun qo'yadiganlarni jinim suymaydi. Odamning qadri o'z qo'llari bilan yaratgan ishlari orqali belgilanadi. Bu tentak qizga nima bo'lgan o'zi? Mayli, qo'yaver, ketdi. Kattakon rahmat sizga. Siz marhum kutubxona direktorining qizisiz, birpasda katta bo'lib qopsiz.